Artıkcan kalesiz başarısız mı? Şu bağrımız Fazıl Hak muhteremden de haber var mı yok mu? Sodan keyin men Saudiya ketgandan keyin üzülüp ketdi de hech bir baylanish bo'lmadi aramizda. Sen men birovlardan eshitdim, bir Türkmen Hurmatli akajonim, men ham eshitdimki Fazıl Haq marhum yana marhum bo'ldi, dunyodan ko'z yumdi deb eshitdim. Hurmatli akajonim, Alloh taolo o'tganlarimizni o'rin joylarini Jannatul Firdavsdan tuzasin. Onun keyin qolganlariga Alloh taolo sabr jamil, ya'ni chidam nasib qaytarsin. Bu dunyo bir eski ayvonlik, ko'z yumguncha emaslik. Hammamiz bu dunyodan o'tamiz. Bu dunyo bir ko'z yumguncha emas. Mana bu tuzilgan yozmani ham o'qib berayin. Bu yozmani yozishimdan, o'qishimdan boshqa maqsad emas, balki Türk millati va Türk millatining ichida Gunoy Turkistonning o'zbek turklari, o'zbek turkmenlari, qirg'iz qozoqlari hammasi o'z tiliga yozishni, o'z tiliga gapirishni, buni bizlarga Alloh taolo, Tengri taolo tayinlagan. Har kimki o'z tilidan inkor qilsa, u musulmon emas. Bu yerda buni yozishdan maqsadim, o'qib berishimdan maqsadim shuki, dunyo bo'yida bo'lgan o'zbek turklarimiz, Gunoy Turkistonning turklari va bil xusus o'z tillariga yozsin. Akajonim jon ekan, ki bugun bo'sh kun ekan, gapingizni oladi, ortiq ukangiz ekan. Ortiq bugun eshitdi, sabablari siz ekan. Ortiq bugun yetishdi, sabablari siz ekan. Tengri taolo ki sizga ko'p xayrlar bersin ekan. Agar siz bo'lmasangiz, ortiq etmasdan ekan, ki agar siz bo'lmasiz, ortiq etolmas ekan. O'zbek o'g'li aytadi, barisi sizdan ekan. Bizga o'git nasihat qilib to'xtagan ekan. Qilib to'xtash siz ekan. Sizni ortiq ukangiz gap qulog'iga ekan. Har gapniki aytasiz, amalchi bo'lgan ekan. O'zbek o'g'li ki ortiq gapingizda bor ekan. Sizdan iltimos qilar, tunkun o'zbeki ekan. Sizdan iltimos qilar, tunkun o'zbeki ekan. Kelar zamonda bo'sh kun ishlatishi haq ekan. Kelar zamonda bo'sh kun ishlatishi haq ekan, ki bosh kunidan olib ergash kundasin ekan. Ki yo'ldosh kunidan so'ng yavash kun demak ekan. Ki tengdosh kundan olib chog'dosh kun desh haq ekan. Chog'dosh kun desin ekan. Butun dunyo turklari turk tilida sanash ekan. O'zbek o'g'li ki ortiq ukajoningiz ekan. Sizga va'da qilib edi, shu chog' yetishgan ekan. Davra hadis kitobalar oldin o'tgandan ekan. Har fununga kim Mavla ukangiz ortiq ekan. O'zbek o'g'li ki shuhrat ochin g'ulg'ula ekan.
Molla akajon dilim Qozog'istonda ekan. So'zingizni oladi, ukangiz ortiq ekan. Gapingizga tushunib bilib to'xtagan ekan. Ki bugun bosh kunida bu so'zning aytgani ekan. Har so'zini aytadi. Qur'on hadisdan ekan. Koshki boshqa millatlar sizga o'xshasa ekan. Koshki boshqa millatlar sizga o'xshasa ekan, sizga o'xshasin ekan. Ki Pashtunni inson qilgan Muhammad Sharif turk ekan. Pashtunni afg'on qilgan Muhammad Sharif turk ekan. Kabul ki asl Kabul ki turk qiz oti ekan. Muhammad Zay va Abdullah Türk neberesi ekan. Xuvarzada haromi xiyonat qilgan ekan. O'zbek Turkman kutubida o't qo'ygan shular ekan. Malun Abdurrahmoni buyurish bergan ekan. Ki Muhammad Gul mal'un bejirgan inson ekan. Ki Muhammad Gul mal'uni bejirgan inson ekan. Juma bozori faryob tanug'lik bu ish ekan. Talibatga kelganlar tavhin qilganlar ekan. Ki o'zbek turk to'pimiz oyoq ostida ekan. Oti Muhammad Naim ko'p johil mutlaq ekan. Tavhin millatga qilish, tavhin islomga ekan. Bu gaplarni bilasiz, ko'rib turgansiz ekan. Qo'ying buni joyiga. Turklar ham bad ekan. Ki o'zbekni kofir deb e'lon jihadchi ekan. O'zbek turklar tanilgan mal'un ekan. O'zbek turklar tanitgan mal'un ekan. O'zbek turk qanday qilsin do'stlari dushman ekan. Agar o'zbek bo'lmasa bu hammasi hech ekan. Agar turklar bo'lmasa bu hammasi hech ekan. Imom Abu Hanifa, Abu Davud turk ekan. Sistan asl Sivistan sevgili ma'no ekan. Mimma yalil makron ki Baluchiston ekan. Baluch aslida biluvch makroni yozgan ekan. Baluch aslida biluvch makroni yozgan ekan. Baluch turkni qosidi elchi turklardan ekan. O'zbek o'g'li bas qiling, shuncha aytdiz bas ekan. Ki Molla Mahmad Shag'a mendan ko'p salom ekan. Shuncha aytdingiz bas ekan. O'zbek o'g'li bas qiling, shuncha aytdiz bas ekan. Ki Molla Mahmad Shag'a mendan ko'p salom ekan. Qozog'iston turklarga ham salom bo'lsin ekan. Bugun juma bosh kuni ki vaqti namoz ekan. Ki bosh kunda cho'milmoq sunnat nabaviy ekan. Sallallohu alayhi va sallam. Ki bosh kunda cho'milmoq sunnat nabaviy ekan. Tengri taala turklarni islomi qilsin ekan.